Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan Leaflet kutubxonasi haqida gaplashamiz. Men Urganch davlat universitetidagi texnika fakulteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktor Matchonov Otabek Jumanazarichman. Demak, Leaflet kutubxonasi bu mavzu bilan web kartografiya o'quv qo'llanmamizda tanishishingiz mumkin. O'quv qo'llanmamizni quyidagi havola orqali yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Demak, bu o'quv qo'llanmada Leaflet kutubxonasiga 16 bob paragrafda 121-betdan demak Leaflet bo'yicha tushunchalar berilgan. Endi biz oldin bu bilan tanishish uchun demak yangi varaq ochamiz. Yangi varaqimizda saqlanishda quyidagicha saqlamoq. Demak, buni robot stolda har doimgi amaliy mashg'ulotlarni qo'llayotgan papkada Leaflet HTML saqlaymiz. Leaflet HTML. Demak, bu Leaflet nima o'zi? Leaflet ochiq kodli JavaScript kutubxonasi. U HTML hujjatlar bilan osongina ishlay oladi. Bu kutubxona oson ishlaganligi uchun web kartografiya loyihalarida juda keng qo'llaniladi. Leaflet shunaqangi yengil kutubxonaki, uni siqilgan, ya'ni manifest kichraytirilgan versiyasini hajmi bor yo'g'i 42 kilobaytdan iborat. Bu oddiy bir kichkina rasmni eslatishi mumkin. Demak, Leafletning imkoniyatlari juda katta. WebMap Service bilan yoki boshqa ochiq kodli kutubxonalar nimalardan ma'lumotlarni yuklab ola oladi. Getstone format bilan ishlaydi. Vektor va raster qatlamlarini birdek qo'llab-quvvatlay oladi. Shu bilan birga Leaflet kutubxonalariga markerlarni ulashimiz, chiziqli yoki poligonli ma'lumotlarni ham qo'shishimiz, ularga stil dizayn berishimiz, CSS orqali ularni stillashimiz mumkin. Demak, bularning hammasini hozir bu chekkadan ko'rib chiqamiz. Demak, oldin oddiy HTML hujjat yaratamiz. Oddiy HTML hujjat vaqtimiz cheklanganligi uchun buni demak qisqa amalda ko'ramiz. Endi HTML hujjatni head qismiga Leaflet kutubxonasini kodlar nimasini qo'shib olamiz. Leaflet kutubxonasi demak Leaflet kutubxonasini demak qayerdan olishimiz mumkin? Leaflet kutubxonasini saytiga kirib, Leaflet to'g'ri yozasiz va unda downloadsni bossangiz, u haqda boshqa varaqlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, downloadni bosish orqali to'g'ridan-to'g'ri Leaflet kutubxonasiga ulansak bo'ladi. Demak, bunda downloadda mana Leaflet kutubxonasini CSS va JavaScript fayllarini birinchi demak hujjatni head qismiga yuklab olamiz. Demak, bunda link rel mana bu birinchi nimamiz Leafletning CSS kodi, ya'ni mana Leaflet CSS fayli hamda ikkinchi Leafletning JavaScript faylini yuklab oldik. Script teglari bilan uni JavaScript fayli yuklandi. Endi buni yuklab olganimizdan keyin mana nima ko'rsatilgan CSS fayli va JavaScript Leaflet fayllarini keyin ma'lum bir IDga ega bo'lgan div elementini qo'shamiz. Demak, ma'lum content qo'shamiz. Bunda demak hujjatni ba'zi qismida ishlaymiz. Div elementini qo'shdik. Div elementida demak div map degan konteyner yaratdik. Bunda demak map width'ini va bo'yini o'lchamlarini to'g'riladik. Endi bunga demak
karta qatlami qo'shamiz. Karta qatlami demak skript teglarini orasida bo'ladi. Skript teglarini orasida demak hozir varaydi skript teglarini orasida bo'ladi. Buning uchun demak hozir ma'lum bir nuqtaga bir mapni qo'shamiz. Bunda demak bular skript tegini orasida bo'ladi, chunki biz bunga JavaScript faylini yuklayapmiz. JavaScript faylini, demak JavaScript faylini yuklaganimiz map. Demak mana bu map kartani ulayapmiz. El bu yerda leaflet kutubxonasini bildiradi. El map mana bu kartani CPU ko'rsatish 41 mana ekraningizda ko'rib turgan koordinatalarga biz mana kartani qo'shdik va bu 7 zoom darajasini tashkil qiladi. Endi bundan keyin biz yana karta leaflet karta qatlamini ham yuklashimiz mumkin. Leaflet karta qatlami masalan leaflet karta qatlamini yuklaymiz. Leaflet karta qatlami skript tegidan keyin qo'shiladi va skript tegi yopiladi. Skript tegi yopiladi. Demak biz oddiy kartani ochib ko'rishimiz mumkin. Biz nimaga ega bo'ldik? Mana leaflet kutubxonasiga ulangan skript kartamizni ochdik. Endi bu ma'lumotlarni biz qayerdan olib yuklashimiz mumkin? Bu ma'lumotlarni demak olib yuklashimiz mumkin bo'lgan joy bu QGIS yordamida ham nima qilishimiz mumkin? QGISda demak webga kiramiz. Web Quick Map servisdan Switch USM ni topamiz. Switch USMda demak nimani so'rasangiz, masalan OpenStreetMap yoki satelit so'rasangiz, uzr, rus tilida ketdi. Nima ma'lumot so'rasangiz, demak o'sha ma'lumotni sizga topib beradi. Demak uni shu ma'lumotni demak adni qo'shib yuklashingiz mumkin. Bu ekraningizda paydo bo'ladi va ekraningizdagi properties qismiga o'tsangiz, properties qismida demak informationda mana bu qismini olib kopirovat qilib karta qatlami sifatida yuklash imkoniyatiga egasiz. Demak mana bu qismga karta qatlami sifatida uni yuklashingiz mumkin. Bundan tashqari biz bu yerga boshqa qatlamlarni kiritishimiz mumkin. Masalan, unga kiritishimiz mumkin, marker qo'shishimiz mumkin. Xuddi shu nuqtada demak marker qo'shamiz. Marker qo'shdik va nimani qaytadan ko'ramiz, leaflet ko'ramiz. Mana bizda marker paydo bo'ldi. Ustiga bossak hech narsa o'zgarmayapti. Lekin biz bunga yana nima ham pop-up ham qo'shishimiz mumkin. Pop-up qo'shish uchun demak bunga marker bin pop-up yordamida mana pop-upni qo'sha olamiz. Demak bunda marker bin pop-up mana endi pop-upni qo'shdik. Assalomu alaykum, bu Urganch shahri degan yozuv chiqdi. Bu mavzuga yana qaytamiz. Keyingi darslarda bu pop-up o'rniga yoki marker o'rniga ikonkalardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.